Men halol odamman. Napoli darvozasiga gol urganimda uni nishonlamadim. Chunki to'pni qo'lim bilan o'ynaganimni bilardim va bundan uyalgandim. Bu juda muhim o'yin edi. Hisob 0-0. Burchak zarbasidan keyin to'p tasodifan qo'limga tegdi va darvozaga kirib ketdi. Hakam buni payqamadi va darhol markazni ko'rsatib, golni hisobladi. Neapoliklar albatta jahli chiqib, adolat talab qilib hakamni o'rab olishdi. Men esa shunchaki chetda turib jim tura olmadim. Shuning uchun hakamga ochiqchasiga aytdim. Golni hisoblama, bu qo'l edi. U menga hayrat bilan qaradi va golni bekor qildi va halolligim uchun bir necha bor minnatdorchilik bildirdi. Oxir-oqibat biz o'sha o'yinda 0-3 hisobida mag'lub bo'ldik. Ammo men xotirjam uxladim, chunki to'g'ri ish qilganimni bilardim. Axir 3 ochkodan ham muhimroq narsalar bor. Men bolalarim uchun o'rnak bo'lishni xohladim, firibgar bo'lishni emas. Miroslav Kloze.